90%dan ko'proq odamda $1 egiz, $1 past holat bo'lgan bo'ladi. Agar tayyor kostyum bilan buyurtma kostyumni bir yerga qo'ysa, siz farqlantira olasiz. Bu kadar. Kostyumni yaxshi ko'radigan do'stlar bir qarabla bilib olishi mumkin. Buyurtgan yoki tayyor kostyum ekanligini farqlantiradigan ikki xil usulni deb beray. Birinchi raxtiga qaraymiz. Birinchi darajalik cho'ng marka bo'lsa-mu, yuqori turdagi raxtlarni intayin oz ishlatadi. Masalan, Skabol, Loro Piana, Vicona degandek raxtlar. Cho'ng markalar hargizmi bularni ishlatilmaydi deganlik emas. Buningda yanada xaridorning ehtiyojiga qaraydigan gap. Ammo buyurtma kostyum do'konlarida sizning nurg'ulg'an tanlashlaringiz bo'ladi. Masalan, Italiyada, Angliyada ishlangan raxtlarni xohlagancha tanlay olasiz. Bundaq tanlash imkoniyati tayyor kostyumlarda bo'lmaydi. Ikkinchisi badan bilan berikish darajasi. Bu tayyor kostyum bilan buyurtma kostyumni farqlantirishning bevosita usuli. Tayyor kostyum bo'lsa o'lchamlik badanga qarata laylangan. 90%dan ko'proq odamda $1 egiz, $1 past holat bo'lgan bo'ladi. Agar bundaq odam kostyum burulkini buyurtib tikkizsa, tikkich ustam bu kamchiligini kiyim orqali yepib yetalaydi. Siz o'ylab beqing, odatda tayyor kostyum burulk setib olganda kostyumning bir yangi uzundek his qilib baqqanmi? Bu hargizmi xato his tuyg'a emas. Amaliyotda kiyim sizga badaningizning o'lchamlik emas yerlarini aytib beryotidi. Ba'zi odamlarning mo'risi pastga tushgan bo'ladi. Bu vaqtda kostyumning keyni ikki tarafi qatlashib dal kelmagandek ko'rinadi. Ba'zi odamlar tuz mo'ri bo'lib dumbi tarafda yana bir qatloq paydo bo'lib qoladi. Bular asosan tayyor kostyum burulkalarda ko'riladigan masalalar. Agar buyurtma kostyum bo'lsa, asosiy jihatdan bundaq masalalar ko'rilib ketmaydi. Amaliyotda sizning badaningiz kostyumning yaxshi yoki nachar ekanligini tekshiradigan birdan-bir o'lcham. Keyingi qitim kostyum kiygan vaqtda mush nuqtalarga diqqat qilib baqsangiz buni his qila olasiz. Ammo kostyum lozim bo'lsa, biz bilan aloqalashinglar, biz sizga bir qur yaxshi kostyum tayyorlab beramiz.